Assalomu alaykum qadrli talabalar. Bu galgi mavzumizni biz jonli olishga qaror qildik. Va sizlardan keyinchalik kommentariyalarda kutib qolaman. Qaysi usulda o'rganish sizga ma'qul bo'lsa, shuni yozib yuborishingizni va keyingi darslarda shu usulni qo'llashga biz harakat qilamiz. Bugungi mavzumiz yuz suyaklari tarkibiga kiruvchi yuqorigi jag' maksilla hisoblanadi. Yuqorigi jag' maksilla bir nechta qismdan tashkil topadi. Unda biz tana, korpus maksilla va undan chiquvchi 4 ta o'simtani o'rganamiz. Birinchi o'simtamiz bu peshona suyagi bilan bo'g'im hosil qiluvchi, birlashuvchi processus frontalis deb nomlanadi. Peshona o'sig'i. Ikkinchi o'simtamiz bu yonoq suyagi bilan birlashuvchi processus zygomaticus deb nomlanadi. Uchinchi o'simtamiz o'zida tishlarni saqlaydi. Tishlar kelib joylashadi. Bu processus alveolaris deb nomlanadi. Va to'rtinchi o'simtamiz bu burun bo'shlig'ining pastki devorini hosil qilishda ishtirok etuvchi processus palatinus tanglay o'simtasi hisoblanadi. Oldingi yuzadan o'rganishni boshlaymiz. Oldingi yuzada biz chuqurchasi fossa caninani ko'ramiz. Fossa canina yuqorgi tomondan margo infraorbitalis bilan chegaralanadi. Pastki tomonda mana bu joyda yuga alveolarislar pastki tomonida joylashadi. Ich chuqurchasida biz foramen mana bu joyda infraorbitalisni ko'ramiz. Va mana bu sohada eminensiya canina joylashadi. Burun yuzasidan oldingi yuza incisura nasalis yordamida ajralib turadi. Tanada bundan tashqari 4 ta yuza tafovut qilinadi. Ko'z sohasida ko'z devorini, pastki devorini hosil qiluvchi facies orbitalis, burun bo'shlig'ini hosil qilishda ishtirok etuvchi facies nasalis, mana bu joyda fossa infratemporalis, chuqurcha bu mana bu yuzasi chakka osti chuqurchasiga qaraganligi sababli fossa infratemporalis deb nomlanadi. Mana va uning mana bu tanasini oldingi tomonida joylashuvchi yuzasi facies anterior deb nomlanadi. Facies orbitalis ko'z sohasi yuzasida biz sulcus infraorbitalis va u canalis infraorbitalisga davom etishini ko'rishimiz mumkin. Oldingi tomondan margo infraorbitalis yordamida ajralib turadi oldingi yuzada. Uning medial yuzasida biz margo lacrimalis, margo etmoidalislarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ko'z yosh suyagi g'alvirsimon suyaklar bilan birlashayotganligini ko'ramiz. Uning mana bu sohasida pastki yoriq fissura orbitalis superior hosil qiluvchi sohani ko'ramiz. Burun yuzasi mana facies nasalis. Burun yuzasida biz hiatus maxillarisni
va uning ichida joylashuvchi sinus maxillaris after nomi bilan Gaymer bo'shlig'ini ko'ramiz. Processus frontalisning ichki burun yuzasi tomonida ikkita qirrani, pastki qirramiz crista conchalis va yuqorigi qirra crista ethmoidalisni ko'ramiz. Crista conchalisga kelib, concha nasalis inferior pastki burun chig'anog'i birlashsa, crista ethmoidalisga yuqorgi burun chig'anog'i kelib joylashadi. Va mana bu sohada ko'z yosh suyagi kanali, canalis lacrimalis va u pastki canalis nasolacrimalis bilan bo'lib davom etayotganligini ko'rishimiz mumkin. Facies infratemporalis chakka osti chuqurchasida biz do'nglik tuber maxillani ko'ramiz va bu do'nglikda mayda teshikchalar. Bu teshikchalar foramina alveolarislar va bu teshiklar yordamida qon tomir va nervlar maksilla yuqori jag' ichiga kirib, mana shu sohada tishlarni qon bilan ta'minlashi va innervatsiya qilishini ko'rishimiz mumkin. Uning orqa mana shu yuzaning mana bu sohasida joylashadi canalis palatina major, ya'ni bu tanglay katta kanali, katta tanglay kanal, canalis palatina majorni ko'rishimiz mumkin. Uning processus palatinus o'simtasi burun sohasida crista nasalisni hosil qiladi va crista nasalis oldingi va orqada kengayib, o'siqlarni spina nasalis anterior, spina nasalis posteriorni hosil qiladi. Va biz uni og'iz bo'shlig'i tomoni yuzasida canalis incisivus keskich kanalni va uning alohida chegarasi sutura incisivani ko'rishimiz mumkin. O'simtaning mana bu sohalarida sulci palatina, ya'ni bu tanglay egatlari joylashganligini ko'ramiz. U o'zaro bu suyagimiz o'zaro bir-biri bilan o'rtada birlashib, sutura mediana palatinani hosil qilsa, orqa chegarasi tanglay suyagi bilan birlashib, sutura horizontalisni hosil qiladi.